Agar bizni ko'rsa, sakragisi kelib qolishi mumkin. Agar u pastga tushsa, biz uyga ketamizmi? Ha, keyin ketishingiz mumkin. Hozir militsiya xodimlari u bilan suhbatlashyapti. Asabimni buzmay uxlashda davom et. Bu yerda hammadan uzoq bo'lgan sensan-ku. Nega o'zingni bunday tutasan? Men tashqariga chiqib kelaman. Qayerga asabimni buzma dedim-ku. Nega bular bunday bo'lib ketyapti? Hozir e'tiboringizni jamlang. Darsga qaraymiz, keyingi sahifaga o'tamiz. Qancha narsa? Yigitcha, senga oyog'ing tuzalib ketadi deb va'da beraman. Agar unday bo'lmasa ham, seni o'zimdek militsiya xodimi qilaman. Militsiya xodimi bo'lgim kelmayapti. Hop, mayli. Qayerga? Men uni do'stiman, unga yordam bergani keldim. Mana shu yerdan gapiraman, bo'ldi yaqinlashmayman. Sen esa o'zingni bos. Yosebo. Hoy, qayerga? Hoy, qizcha, qayerga? Sen kimsan? Sevgan qizimsan? Bunday emas. Hoy, men seni deb uyga keta olmayapman. Amaki, men u bilan o'zim gaplashaman. Siz shu yerda turavering. Maktabga nima bo'lgan o'zi? Boshqa bezbol o'ynamasligidan xafamisan? Gap bunda emas. Shunchaki toza havodan nafas olishga kelgandim. Kimdir tez yordam bilan militsiyani chaqirib yuboribdi. Qaysi tentak buni qilgan bo'lishi mumkin? Hammasi yaxshi. Barchasini o'z holicha ishla. Shunda sen hech nima yo'qotmaysan. Yo, xudoyim. Sen menga yoq. يا روحي سحر الحياة حسن مش طبيعي ده اللي القمر من عيني ولا غار دي الابتسامة شمس طالعة بالنهار يا روحي معاه وفي جماله فيها Ana odamga seni atay itarmaganimni ayt. Meni qamab qo'ymoqchi. Yosebo. القمر من عيني ولا غار دي الابتسامة Sevgan qizim bo'lasanmi? Ketdik. Uyinggacha kuzatib qo'yaman. Yolg'onmas. U menga aynan mos nomzod. Yeysan. Sen kimdir sen qolmadingmi? Nega bunday savol beryapsan? Bu haqida hech o'ylaganmisan? Menimcha yo'q. Kel, unda turmush quramiz. Yekun, ana odamga seni atay itarib yubormaganimni ayt. U meni qamab qo'ymoqchi. Yosebo. Sevgan qizim bo'lasanmi? Yo'q. Yo, xudoyim, menga qara. O'shanda hazillashdim dedim-ku. Men hazillashmayapman. Kel, shunday qilamiz.